Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan noodatiy uslubda karomdan golubsi tayyorlaymiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: bir kosa guruchimizni oldindan issiq suvda 15 daqiqa ivitib olganmiz. Bunda 2 xil go'sht, tovuq go'shti, mol qiymasi va piyoz. Bularni hammasini idishimizga solib olamiz. Kerak bo'ladigan ziravorlarimiz: tuz, zira, kashniy churug'i, quritilgan chesnok va sladkiy paprika. Quruq bo'lib qolmasligi uchun 100 grammcha yog'. Endi bu masalliqlarimizni hammasini bitta qilib aralashtirib olamiz. Mana qiymamizni tayyor qilib aralashtirib oldik. Endi karomlarimizni tayyorlab olamiz. Karomimizni oldindan yumshatib olganmiz. Endi buni kosaga solib tugamiz. Boshqachaligi ham shunda bu ovqatimizni ichiga qiymamizni solib tugib olamiz. Shunaqa uslubda tugib olamiz. Qani ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Endi buni shisha idishimizga qo'yib chiqamiz. Xuddi shu tartibda qolganlarini ham tugib olamiz. Mana karomlarimizni chiroyli qilib tugib oldik. Tugib idishimizga joylab oldik. Endi buni ustiga quyiladigan sousini tayyorlaymiz. Sous uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar: 2 osh qoshiq sila tomat, 2 stakan suv, tuz, nordon ta'mini olish uchun 1 choy qoshiqda shakar, 1 osh qoshiq yog' solamiz. Buni aralashtirib olamiz endi. Tomatning sokimizni aralashtirib oldik. Endi buni karomlarimizning ustiga solib chiqamiz. Tomatning sokimizni solib oldik. Endi ovqatimizning ustini folgada o'raymiz. Ovqatimizning ustini folgada o'rab oldik. Endi buni qizib turgan duxovka pechiga 45 minutga jo'natamiz 180 gradusga. Mana ovqatimiz pishib chiqdi, chiroyli bo'lib. Mana endi ovqatimizni chiroyli qilib suzib olamiz. Mana ovqatimizning oralari qanaqa zo'rchli bo'lib, zo'r bo'lib pishgan. Tomatlari bilan, qatuvlari bilan iste'mol qilasizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar.